أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل bu fasıl muşu icare qanda ahvalda fasid olup ketido degan masalalarni bayon qiladigan fasl bo'lib qala i'lam anna al-ijarata tafsudu bish-shuruti kama yafsudu al-bay' bilginki ijar to'xtami xuddi ilm setim to'xtamidek shartlari to'liq bo'lmagan ahvolda fasid olup ketido. Biz al-fasid val-batil deganni Kitabul Bayonning beshida bayon qilgan. Yani so'dining cho'qim bo'lishga tegishlik asosliq turklardan, qoidalardan birasi tepilmay qolsa, o'rindalmay qolsa, bu so'da al-bay' al-batil bo'ldirgan. Inovatsiz so'da. Agar asosliq ruknlari, qoidalari bor, lekin ikkinchi darajalik qoidalardan eng azgani birasi o'rindalmagan bo'lsa, bu chog'da bay' fasid bo'ldi. Masalan, so'dalashdi baha to'g'riliq gap qilishmaylam aldım satdim deyishdi masalan. Baha noma'lum bo'lib qoldi. Ikki tarafning roziligi bor, ifodasi bor, lekin as-saman majhul. Bu chog'da bay' fasid bo'ldi. Bay' fasid qanday bo'ldi? Hukmi nimasi? So'd bo'ldi. Bu shariatga muvofiq bo'lmagan bir so'da, lekin tovarni qo'lga topshirib olsa, mulki bo'lib ketadi dedi Hanafiy mazhabda. U chaqda bahani nech pul urdi desa, uning pulini samanil masl bozordagi bahasi bo'yicha hal qilib olamiz. Bu so'zni yenish kerak, davomlashtirishga bo'lmaydi. Yanmagan taqdirda shuni biz taraf qilamiz dedi. Batil, fasid degan atalg'ularni biz Hanafiy mazhabda ayriydi dedik. Jumhur haj qatorliq bir necha masalalarda ayriydi, lekin umuman ayirmaydi. Demak, muomalat masalalarida kelsak, Hanafiy mazhabda al-fasid val-batil ikkisi farqli. Yani al-batil ma lam yushra bi aslihi va la bi wasfihi dedik. Fasid ma shuri'a bi aslihi la bi wasfihi dedik. Lekin ibodat masalalarida bu fasid mu batil bilan o'xshash Hanafiy mazhabda asosan. Ajdan boshqa masalalarda. Demak, Hanafiy mazhab muomalatda fasid ve batıl deb ayırdı, biz şu bo'yicha mangduq. Kema yafsudul bay'. İcara bay'iga o'xshash noto'g'ri shartlar bilan yoki ba'zi shartlar to'liq tepilmasa fasid bo'lib ketadi dedik. Nima uchun bay' qiyos qildi bu yerda jami nimasi? Har ikkisi aqd muavada. Ma muavada malin bi mal desak, ma muavadatu malin bi manfa'a. İcara degan bay'ul manafi' dedik. Bundan mush bay'ning bir turi. Shunga bay'ning bilan fasid bo'lib ketsa, ijara mo shunga bilan fasid bo'lib ketadi. Va kullu jahalatin tufsidul bay'a tufsidul ijarata min jahalatil ma'qudi alayhi aw al-ujrati aw al-muddati. Bunda bo'lgandan ilm setim to'xtamlarini fasid qilib o'tadigan har qanday noma'lumlik, ig'ir noma'lumlik deymiz. Noma'lumlik nomasi emas, ig'irlari bayni fasid qilib o'tgandan keyin bu ijarani fasid qilib o'tadi. Masalan, jahalatul ma'qud alay. Nima to'g'risida to'xtamlashganligi aniq bo'lmagan bo'lsa, bir ishni qilib bersa, manch pul beradigandak. Bir ish nima ish bu? Yuktakni o'tkazib berishmi, bir narsa yasab berishmi, noma'lum bo'lib qoldi. Avul ujra yoki ish haqqi noma'lum, sizni ishni qilishga yolladim. Ishni qilib bersa ish haqqi berma degandek qancha pul berish tilga ilinadi. Avul mudda yoki vaqti, muddati aniq emas. Masalan, uy ijaraga oldim, diplom ijaraga oldi. Qanchalik muddat o'ttirdi aniq emas. Yoki menga ishlab bersildi,
qanchalik ishlab berishi aniq emas. Lima urifa annal jahalata mufdiyatun ila al-munaza'a. Biz yuqorida ko'p takrorladik. Noma'lumlik bo'lib qolsa, bu keyincha talash-tartиш qilib bordi. Shariat ta'kidlagan nuqtalarning birisi shu. Masalan, ikki tarafning rozilik bilan mol-mulk halol bo'ldi dedi. Ko'pincha masala la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. İki tarafning rozilik bo'lishi lozim. Noaniqlik, noma'lumlik bo'lmasligi lozim. Jazodan xoli bo'lish lozim. Bir necha nuqtalar bor. Ashundan biroz tepilib qolsa, bu shariat cheklagan doiraga kirdi. An mush muomala qilgan chaqda mujmal so'z qilib qo'ymay, bir ikki og'iz so'zni qilishga o'rinliq qilmay, aniq deyversak, keyinchi nurg'un talash-tartishdan oldini olib bo'ldi. Odatda muomalalarda, tijoratda bir ikki og'izni qilishmay, keyin ondan qattiq tutishib ketamiz. Val aslu qawluhu sallallohu alayhi vasallam. Val asl, ya'ni mishadagi asas dalil, al asl degan so'zni dalil ma'nosida keldi degandir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mush so'zi asosli dalil bo'ldi. Yani dalillarning birisi desak bo'ldi. Man istajara ajiran falyu'limhu ajrahu. Kimki bir kishini yollasa, ishlatsa, uning ish haqqini uningga bildirib qo'ysin degan hadis. Bu sanadi ojiz hadis bo'lsa-mu, lekin mavquf holatda sahih kelgan. Lahu hukmul marfu desek bo'ldi. Buningdan boshqa dalillar bor, lekin kitobda shu bir dalillar keldi. Sharata an takuna al-ujratu ma'lumatan kama sharatahu fil bay'. Mush hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ijara to'xtamlarda shaqqi aniq ma'lum bo'lishini shart qildi. So'zsatliqdimi shart qilinganga o'xshash. Shunga shaqqi aniq bo'lmasa ijara fasid bo'lib ketadi. Endi bu hadis ojiz bo'lsa-mu, lekin shariatda noma'lumlik sababdan kelib chiqadigan talash-tartish bu to'xtamni fasid qiladi degan bir asos bo'lg'achqa, ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naha an bay'al g'arar degan bo'lg'achqa, ijarimi bir xil bay' bo'lg'achqa, bu yerda shaqqi yoki kira mush ijaradan ko'zlangan meva sifatida yoki badalning bir sifatida bu aniq bo'lmay qolsa, bu ijara to'xtamini aqd fasid qiladi. Ya'ni ijara fasida. Masalan, mashina kira olsak yoki uy ijaraga olsak yoki bir narsa yasasak, nech pul desak, pulni keyin deyishib olamiz deb kechiktirgan ahvolda bu aqd fasid bo'ldi. Ijara fasida bo'ldi. Keyincha ko'pincha ahvolda talash-tartish kelib chiqadi. Masalan, taksi bilan boshda deyishmay chiqib, keyin urushib qolamiz. Buningdan boshqa o'nagan kasblar, yollanma ishchilar bilan bo'lsin, bir ishni qildirib qo'ygandan keyin tokchi, suvchi bilan talash-tartish qilib qolamiz. Bir ishni hal qilib berishga deyishgan bo'lsak, ya uyni olib berishga deyishgan bo'lsak, amlakchi uy bitiklar bilan keyincha uni shaqqi qarta 5 ming o'ramsa 3 ming deb talash-tartish qilib qolamiz. Bular hammasi ijarini fasid qiladigan ahvollar. Shuning uchun ijarninki aniq ma'lum bo'lishi uchun boshdalam buni aniq deyishirish lozim. Buning miqdori sifati, masalan, dollar bo'lsa dollar, yen bo'lsa yen, lira bo'lsa lira, 500 ga, 400 ga deb keyin xil pul yurishadigan to'lab qolsa, bu mujmal bo'lib qoldi. Demak, shu talash-tartishga ilib boradigan noma'lumlik shu kira pulda yoki uy ijarasida yoki shaqqida bo'lmasi lozim. ولو آجر الدار على أن يعمرها أو يطينها أو يضع فيها جذعا فهو فاسد لجهالة الأجرة لأن بعضها مجهول. Bir öğüne, bir kurunu onu reminut kılıp, bizep, ev yutayyinaha yani ögüsüge lay taşlap bizden makonu öylerimizge erjile ya 2-3 yılda bir üstüge lay taşlaydığı aşağı yağmur ötep gitmesi için. Saman bilen lay taşlayımız. Ya ki
yada fiha jid'an. Buna bir jaga ya xab jinasi qo'yishni shart qilib ijaraga bersa, mushunga o'xshash ishlarni shart qilib ijaraga bersa, fa huwa fasidun. Bu ijara to'xtami fasid bo'lib ketadi. Nima uchun? Li jahalatil ujrati. Chunki bu shaklda deyishgan bo'lsa, uyning ijarasi noma'lum bo'lgan bo'ldi. Ha, ijara aniq manchpul deyishgan bo'lishi mumkin, lekin ma ishlarni shart qilgandikan, bu ishlar qancha pul bilan putidi noma'lum. Mesela uyni bezash yoki sirlash deymiz, ba'zi ishlar shart qilinsa, bu ishlarning oz pul bilan putidiganim bor, ko'p pul bilan putidiganim bor, cheki yo'qlab qoldi. Undan keyin u ijaraga olgan kishining yanchiqidan chiqadigan pul noma'lum deydi. Uyning ijarasi aniq, lekin yasashga ishlatiladigan qismi aniq emas. Lianna ba'daha majhulun. Liannahu la yadri ma yahtaju ilayhi min al-imara. Bu uyni remont qilishda, bezashda qanchalik chiqimga ehtiyoj bo'lganligini bilmaydi. Ve yu'rafu ghayruha min ash-shurut al-mufsidati liman yata'ammaluha fatuqasu alayha. Biz bir misolni berdik. Uningdan boshqa mush ijarani fasid qilayotgan shartlarning misollari mush bir misolni tahlil qilish orqali va buni qiyos qilish orqali bilinadi deydi. Demak, bu yerda al-ujra noma'lum bo'lgan bir misoldan berdi. Uningdan boshqa muddat noma'lum bo'lishi mumkin yoki qildigan ish, ijaraga beriladigan uydikan noma'lum bo'lishi mumkin. Buni mush bir misol orqali tushunag'ili bo'ldi deydi. Qala va idza fasadatil ijaratu yajibu ajrul mithl. Endi bu yerda mush ijara fasida bo'lsa, buning hukmining bo'lmoqchi, nima natija kelib chiqadi degan masala ustida to'xtalmoqchi. Ijara fasid bo'lib ketsa, albatta tutishgan manfaatni qo'lga olgandan keyin, masalan bir uy ijaraga oldi, manch pul deyishmay ijaraga oldim deb o'tiraverdi. Bir oy to'shdi. To'shgandan keyin, bir oy o'tirib manfaatni olib bo'lgandan keyin bu ijara fasid bo'lib ketgan bo'lg'achqa, bu chaqda yajibu ajrul misl. Bozorda shu turli uyni necha pul ijaraga beradigan bo'lsa, bozor narxida ijara to'laydi dedi. Agar manfaatni qo'lga topshirib elishdan burun, taxi shunda deyishdi, taxi o manfaatni qo'lga topshirishdan burun, masalan bir taraf qilmoqchi bo'lsak, har ikki taraf o'zining yo'liga mangdi. O chaqda hech qanday masala yo'q. Buni amaldan qoldirdik, har ikki taraf yo'liga mangdi. Yoki aniq bo'lmagan nuqtani izohlaymiz, shuning bilan joyi tushib ketadi. Lianna at-tasmiyata innama tajibu bil-uqud as-sahiha. Tasmiya yani şu deyilgan shaqqi deyiladi shada. Ijara yoki shaqqi tilga ilindi. Shuni birish qachon vojib bo'ldi? To'g'ri to'xtam bo'lgan chaqda deyilgan shaqqini, kirani birish lozim bo'ldi. Ammal fasida, amma bu fasid bo'lib ketsa, fatajibu fiha qimatul ma'qud alay. Bu chaqda ash paydining deyiladi. Bu yerda to'xtam nima ustida bo'lgansa, shu payda ustida bo'lgan. Bir narsadan foydalanib olish. Shu paydining qimmati vojib bo'lib ketadi deydi. Ya'ni biz putishkini boshqa narsa, biz ikki taraf rozilashib, odatdagi qimmatini yuqori deyishimiz mumkin, tuvan deyishimiz mumkin. Lekin bozordagi qimmat shu, buning ma'lum qimmati bordi. Ijara to'xtam fasid bo'lsa, buningda shu tajibul qiyma deymiz. Kama fil bay'. So'zatdimi tajibu al-mithlu fil mithliyat wal qiyma fi zawatil qiyam degan. Ya'ni bozorda o'qishi bo'lib qolsa, o'qishini yakapirdi, masalan bir narsa sotdi, sotgandan keyin zawatil qiyam bo'lsa, qimmatini to'laydi dedik. Agar misli bo'lib qolsa, o'qishini to'laydi dedik. Wa qala sallallohu alayhi vasallam fi an-nikah bighayri mahrin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mehr deyishmaylam qilingan nikohda mundoq degan edi. Fa in dakhala biha falaha mahru misliha.
to'yliqning gapini qilishmaylam. Nikah qildi, ahvol qaraymiz. Agar yo'tkab akitib billa bo'lgan bo'lsa, bu chog'da mahril misli vojib bo'ladi. Yani shu ayolning ya shu qizningki tang tushlari qanchalik mehr bilan to'y qiladi, shuning qarab turib, shuni bekitimiz, mehrini berdi. La vaksa va la shatat. Ortiq kim bo'lmaydi. Bu hamda mehri noma'lum bo'lg'achqa nikoh fasil bo'lib ketdi desak, noto'g'rini qachon to'g'rilaymiz desak, mahrimnisni berish bilan. Chunki ijara fasidada tajibu ajrul masl dedik. Fadalla ala wujubil qiymati fil aqdil fasid. An mushadis mahrimslar deb ko'rsatgan bo'lg'achqa, bu to'xtam fasid bo'lib ketsa, haqiqiy qimmati bozor bahasi yoki jamiyatga urf-odat bekitishi bo'yicha bulduğanlıqını bildirdi deydi. Yani müşahede ecril misl buldu. Ve la yüzadu alal musamma. Bu nim degan gap? İcara fasid olib qalsa, agar manfaatni to'liq oldi, uyda bir oy to'liq o'tdi, bu chaqda ujratul misl, ya ejril misl vojib bo'ldi dedi. Lekin to'xtamda atigan deyishgan ish haqqidan eshib ketmaslik sharti bilan dedi. Bu yerda ijara fasid oldi, lekin ish haqqini ya kirani aniq demaganlik sababdan emas, ish haqqi kira aniq. Lekin boshqa bir shart fasid bilan fasid bo'lib ketgan bo'lsa, mush ikki ahvolda deyishgan ish haqqidan ortiq qilmagan holatda ajril misl bo'ldi demoqchi. Masalan, biz bir uyni 1000 tangaga ijaraga deyishdik. Agar 1000 tanga deyishmagan bo'lsak, ijarini aniq demaganlik sababdan fasid bo'lib ketsa, bazana qilallam 1100 olamdı, 800 olamdı, shunda bekitdik. Lekin hozir 1000 tanga deb deyishdik dedi. Deyishgandan keyin bu ya muddat belgilanmaganlikdan yoki uyning foydalanadigan doirasini aniq bekitmaganlik jihatdan, boshqa sabab jihatdan fasid bo'lib ketsa, bu to'xtam bu chaqda ahvoliga qaraymiz deydi. Ya'ni bu mazhabning qarashi ahvolga qaraymiz. Agar bazan haqqi buningdan ortiq bo'lsa, ya'ni ajrul misl buningdan ortiq bo'lsa, deyishgan 1000 tangadan ortiq bermaydi deydi. Agar bazar haqqi buningdan tuvan bo'lsa, tuvanni berdi. Agar bazarda 800 ga oldigan uy bo'lsa, oyligini garchi bo'la 1000 ga deyishgan bo'lsa-mu, bazar haqqiga tushiramiz. Ama bazar haqqi buningdan ortiqlab qolsa, 1000 dan oshirib bazar haqqi bo'yicha bermaymiz. Amma bu pulning nechpulligini deyishmay, yoki uningdan boshqa sababdan fasid bo'lib ketgan bo'lsa, bazar haqqi nech pul bo'lsa, shu vojib bo'lib ketdi. Yani 1000 dan eshib ketgan bo'lsa-mu, bazar haqqi, to'm bo'lsa-mu, bazar haqqi bo'ldi. Hozir qanday bo'ldi? 1000 ga deyishdi, bazar haqqi 1000 dan yuqori bo'lib ketsa, 1000 dan oshirmaymiz. 1000 dan berdi. Agar to'm bo'lib qolsa, to'mni berdi demak. Şu ma'no nuqtaga diqqat qiling. Wala yuzadu alal musamma. İcarini ataptı. Lekin boshqa sababdan fasid bo'lib ketib qolsa, bu ijara to'xtami? Hanifi mazhabining qarashida ahvol qaraymiz. Shu deyishgan ijara pul bazana haqidan to'mi yuqorimi? Bazana haqidan to'm bo'lsa, shu deyishganda birda unda ortiqqa ko'tarmaymiz. Agar yuqori bo'lib qolsa, bazana haqi to'rak bo'lsa, bu chaqda tuvan bo'lgan bazana haqini berdi deydi. لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد ضرورة لحاجة الناس. Çünkü menfaatlar, bu fayda menfaatninki özünün bir kıymeti yok. Lekin bira to'xtam yoki tazi bijirim bo'lmagan bira to'xtam bo'lsin, işte bir to'xtamlashgan chaqda andın bunun kıymeti bor deymiz. Nima uchun? Kishilarning ehtiyoji bo'lgan ekan, buni bir mo'lcharlab, baho bekitish kerak bo'lib qoldi. Bo'lmasa ijara ishi butunlay yo'qolib ketdi. Ijaraga ehtiyoji bo'lgan ekan, bu zarurat bor deymiz. Vaqad qawwamaha fil aqd bima sammaya. Bu ikki taraf ijara to'xtamida shu foydani, ya'ni bir tarafning narsa oldigan foydani ikki taraf deyishgan baho bilan baholagan bo'ldi dedi. Masalan, bir kun ishlab berasiz dedi, bu ishlab
berishdan oldigan foydani 50 tengiga baholab to'xtatgan bo'ldi. Bir oy o'ttirisida 1000 tengiga baholab to'xtatgan bo'ldi. Fayakunu dalika isqatan li ziyada. Mesela 1000 koy degan bo'lsa, bu chaqda 1000dan ortiqini bular tushirayotgan bo'ldi. Bi xilafil bay'. Amma sodada-cho unda emas. Bay' fasid bo'lsa, u chaqda musamma bo'ldi demakchi. لأن الأعيان متقومة بنفسها. Çünkü tovar ya setildiğin narsa bu a'yan degan bu yerda jismi bor bir tovar bir narsa o'zining bir qimmati bo'ladi. Masalan, ma o'rindiq desak buning bir qimmati bor. Ma chaynak desak buning bir qimmati bor. O'zining bir qimmati bo'ladi. Mushu masalda ijara bilan bayanning o'ttirda farq bor dedi yani Peygamber. Endi fasid bo'lib ketgan ahvolda farq bor dedik. Nima uchun? Sodisi bo'lgan narsaning o'zining bir qimmati bo'ladi. Undan keyin bu soda fasid bo'lib ketib qolsa, ash qimmati vojib bo'ladi. Ammo manfaatning o'zining bir qimmati yo'q. Hanifi mazhabning qarshi bu. Hanifi mazhabning qarshida birisining ishlab berishi orqali biz oladigan manfaat yoki birisining uyda o'tirilib oladigan manfaatning o'zining bir qimmati yo'q. Lekin to'xtamlashgan chaqda uning qimmati bekitiladi. Undan keyin ijara fasid bo'lsa, uning qimmati vojib bo'ladi. Lekin vojib bo'lgan chaq qimmati vojib bo'ldi. Nima shart bilan? Ikki taraf tutishgan ijara yoki ish haqidan eshib ketmaslik sharti bilan deydi. Bay' bilan ijaraning farqi shu. لأن الأعيان متقومة بنفسها فإذا بطل المسمى سوددا بيع فاسد bo'lib ketganlikdan atgan narsa beka bo'ldimi? Beka bo'lgandan keyin yasiru كأنها تلفت بغير عقد. Şu to'xtamsizlam o buzilib ketgandeklam bo'lib ketdi deydi. Bir narsani buzib etsa uning qimmatini to'laydi. Shuna fatajibul qiyma. Qala استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد. Birisi bir uyni shuna deyishibdi. Her aylıqı bir tenge. Her ayda bir tengega ijaraga o'tirma debdi. Lekin qanchalik muddat o'tirganligini tilganmidi? 1 yil o'tiramdi, 2 yil o'tiramdi. Yani bu uydan chiqib ketish vaqtini bekitmadi. Bunda ahvolda Hanifi mazhabining qarashida şu bir aydan bu ijara sahiha bo'ldi. Li'annahu ma'lum. Çünkü bu bir ay aniq. Bir ayda manch bo'ldi degandan bir ay aniq bo'lgachqa to'g'ri bo'ldi. O'tgandan keyin shu oyning oxirida ijara pulini to'lasi bo'ldi yoki oldin bir rasm bo'ldi. Va fasada fi baqiyati shuhur. Mush to'xtamni qilgan chaqda undan keyingi oylarning ijarasi fasid bo'lib ketadi deydi. Bu İmam Abu Hanifa rahmetullah alayhining qarashi. Lekin sahiban bilan jumhur ularning qarashida oylarning hammasida ijara fasid bo'lib ketadi. Yani mush birinchi oymi fasid bo'lib ketadi. Çünkü bunun başlanışı ve en ahirlişi aniq bo'lmaganlik uchun. Endi Hanifi mazhabda İmam Abu Hanifa rahmetullah alayhining mush qarashi kuchga ega bo'ldi. Ne uchun deganda bu birinchi oyning başlanışı ve ahirlişi aniq bo'lgan ekan, mush bir oyda to'g'ri bo'ladi. Bir oy tugandan keyin qanday qildi? Bir oy tugandan keyin ishkaylan bu ijara to'xtamini oxirlashtirdi. Chunki to'g'ri ijara to'xtamining muddati tugadi, oxirlashtirdi. Endi yangidan ikkinchi oyga qayta to'xtam qilsa bo'ladi demoqchi. Nima uchun keyingi oylarning ijarasi shu birinchi oyda mush to'xtamni qilgan chaqda fasid bo'lib ketadi desa, li'anna kulla kalimatun lil umumi va annahu majhul. Çünkü kulli degan so'z arab tilida umumni bildirgan so'z. Min alfazil umum. Va annahu majhul. Buningki chek chegarasi aniq emas. Her bir oy manch puldan dedi. Lekin bu kishi qanchalik o'tirdi bu oyda? 1 yil o'tiramdi, 50 yilmi aniq emas. İlla an yusammiya shuhuran ma'lumatan. Qachon to'g'ri bo'ldi olsa, mesela 6 oy o'tirma. Her aylık manch pul.
bir yil o'ttirma, har oyliqi mancha bo'ldi. Hozir biz qilayotgan to'xtamlarga o'xshash, ijara boshlanish vaqti bilan oxirlash vaqtini aniq deyish lozim. Masalan, 1 yil yo 2 yil bo'ldi odatda hozir. Yoki mancha oy deb aniq deb qo'yamiz. Fayakunu sahihan fil kull. Mushunda oxirlash vaqtini mo yoki butun o'tirash vaqtini deb qo'ysa, ondan to'g'ri bo'ldi. Hammasida to'g'ri bo'ldi. Bunda icma var. Yani sahihan fil kulli bil icma deymiz. Likevnihi ma'luma. Çünkü bunda icaretin başlanışı mı aniq, ahirleşiga vaqt mı aniq. Qala fa idza tamma ash-shahr fil mas'alati al-ula. Ay birinci ayda to'g'ri bo'ldi dedik. Birinci ay tamam bo'lgandan keyin felikulli wahidin minhuma naqdul ijara. Bu ijara sahiha ahirlashgan bo'ldi. Her iki taraf ijarani shu chaqda oyoqlashtirdi. Lintihal mudda. Vaqti tamam bo'lganlik uchun. Bu yerda qistirib qo'ydig'im, keyingi oylarning ijarasi fasid bo'lg'achqa bu ijarani oyoqlashtirish haqqi bor demaymiz, oyoqlashtirish kerak deymiz. Chunki bu aqdi fasid bunda davomlashga bo'lmaydi. Yani aqdi fasidga oldidan qadam ilishga bo'lmaydi, qadam absag'andan keyin davomlashga bo'lmaydi. Payg'ambar sallam Hazreti Bilal bir xil xurmini, yani bir xil xurmaga bir soni 2 soni sotib olgan chaqda awwah la taf'al. Yani bir rivoyatda rudduhu deb aniq buyurgan. Yani bunda qilmanglar. Yani bu aqdi fasid, bu jazona. Buni qaytaritib, ani setib, uning puliga xalqan xomni alinglar degan. Bu shu aqdi fasidda davomlashning o'zi gunoh bo'lganligini ko'rsatadi. Endi o ikkinchi oyning nimasida bekor qilish lozim, ammo bekor qilmabdi. Bekor qilmay fa in sakana sa'atan min ash-shahr ath-thani sahha al-aqd fihi. Endi ikkinchi oy kirgandan keyin 1 soat o'tirib qolsa shu uyda, mush oydimi, ya'ni to'g'ri bo'lib ketadi. Mush 1 soat o'tgandan keyin to'g'ri bo'ldi, lekin o'tgan oyda mush to'xtamni qilib, 1 oy to'g'ri bo'ldi, ma ikkinchi oy fasid bo'ldi degan vaqtimizda mush ikkinchi oyning to'xtami shu chaqda fasid bo'lgan. Lekin hozir 1 soat o'tgandan keyin ma ikkinchi oy boshlanib 1 soat o'tdi desak, bu chaqda mush oyninki ijarasi to'g'ri bo'ldi. O'tgangiga o'xshashlar. Va kadalika kullu shahrin. Undan boshqa oylarmi shunday. Yani her bir oyga shunday qadam qo'ygan chaqda shu oyning to'g'ri bo'ldi. Muşna mağdu deydi. Li tamamil aqdi bi taradihima bis sukna. Çünkü ikki taraf mushu uyda o'tirishga rozilashib, 1 oymi aniq bo'lgandan bu to'xtam sog'lom to'liq bo'ldi deydi. Vaqila, yani bir qarashda Hanafi mazhabdagi yabqa al-khiyar lahumma fi awwal laylatin fi ash-shahr wa yawmiha daf'an lil haraj anhuma lima fihi min al-luzum bi ghayri iltizamihima. Yani bir qarashdan 1 soat deb beksak bu sal qiyinchilik bo'lib qoladi. Shu 1 sotka deb beksak, ikki taraf shu 1 sotka ichida qaror qilib mushay o'ttirmayman, ijara bermayman deb aniq bekitish uchun 1 sotka fursat bersak bo'ldi. Chunki 1 soat deb qolsak, bunda qiyinchilik bo'lib qoldi. Lima fihi min al-luzum bi ghayri iltizamihima. Yani ular aslida biz bu aqdi fasid bo'ldi degan to'q. Dastlabda o'tgan oyda mushu ikkinchi oyning to'xtamini qilishgan chaqda ikkinchi oyning to'xtami aqdi fasid bo'ldi degan. Yani bular ikkili taraf bunga majbur emas. Yani 1 soat shunda o'tishilallam mush to'g'ri bo'lib ketadi desak, bular asli ustiga elishni xohlamagan narsani yoki ustiga elishga majbur bo'lmagan narsani majburlab tangandek bir ahvol bo'lib qoldi. Yani şeriat boyunca bu ikinci ayda icariga berişi çokum emasdi. Bermeslik gerekti. U kişimi almaslik gerekti. Lekin 1 soat o'tishilallam mush hisob bo'lib ketdi desak, bu ustiga almagan narsani tangandek bo'lib qoldi deydi. Yani ikinci ayının icaresini ustiga elish kerak emas bular. Şu 1 soat o'tgandilam zat ustinga olsa desak bo'lmaydi.
قال ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جازه. Birisi Mekke'ge tөгünün üstüge koyulgan çoğun bir kacva deylemezler. Taxta ya cazidek bir narsa. Çoğun ige deyimiz mesela. 2-3 kişilikdek ige degендek bir narsa. Aşında bir narsani kötürüp opurishga bir tөгünü ijara yaptı. وَلَهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ. Mahmil degan mesela havdaj deymiz. Ayollarning da parda qap o'tag'izdigan cho'ng ega yoki ikki tarafda ikki kishi o'tiradigan cho'ngroq ega deymiz yoki yukda otadigan bir taxtaydek bir narsa tugiga o'rnatilgandan keyin ustiga yo odam o'tirdi yoki yukda otadi. وَلَهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ. Demek bu to'xtam to'g'ri bo'ladi. Bunda odatda kishilar qanchalik yukda bir narsani to'shadigan bo'lsa shunchalik foydalanish haqqi bo'ldi deydi. Yani mahmil desa bu majhul bo'lib qolmamdi degan ahvol chiqqandan keyin so'roq paydo bo'lgandan keyin bu yerda odat buni belgilaydi dedik. Val qiyasu alla yajuza. Qiyas qiysoq bu to'g'ri bo'lmasi kerak. Chunki mahmil degan qanchalik mahmil? Buni ikki odam o'tiramdi, to'rt odammi? Ikki taqa otilamdi, to'rt taqami aniq emas deydi. Liannahu majhul mana. Aniq bo'lmag'achqa fasid bo'lib ketdi. İlla ennel asla enne ma la nassa fihi yurca'u fihi ilal muta'arifi. En bir yerde yeni bir şeriatki bir asas bu aldığımızda çıktı. Bu bozumu enik bir nasılan, ayet hadisilen körsetme bilinmegen işlarda örf adetke kayıtıp şu boyucu bir taraf kılımız diyen bir asaslı kaydı battı. Vel maksudur rakibu. Yani bir yerde aslında maksat yolu için taşımakçı. Mekke'ye bardıgan hacı oldu. Hecge bardıgan yolu oldu. Vel mahmilu tabaun. Yani bu çoğun iga değil, kacva değil ya ki yüktak biznasını taşıdığan aşında, koyduğan aşında tahtayı biznasıyla bu şu yolu içinin neriş gerekleri. Şunun tava bulup geliyordu. Şunun yüktakları. Vel cehaletu fihi tertefi'u bir rucu ilal mu'tad. Bunun namalımlık adetki örf adetke şundalam qarasak yo'qolib ketadi. Fala tufdil al munaza. Bu yerda talash tashqi qilib bo'lmaydi. Va in shahadal jammalul mahmila. Agar tugisini kiravermoqchi bo'lgan kishi shu kajvani yoki shu cho'ng ega tugi otgan taxtayni ko'rsa, fa huwa awla bu chaqda tax yaxshi. Masala hal bo'ldi. Qat'an lil munazati li dalalatihi ala rida. Kögendiği keyin ma'qul desa, bu yerda uning rozilik bo'lg'achqa, talash tortishni keltirmaydigan bo'lg'achqa bu eng yaxshi shu. Ammo ko'may, ma'qul ijaraga berdim desa, kira qildim desa, shu odatda kishilar tugilarga otadigan miqdorda joiz bo'ldi. Masalan, bir yuk mashinasini, bir tonnalik yuk mashinasini kira qilib, buni bir narsa to'shmoqchi bo'lsak, 1 tonna 100 kilo ya 9 kilomuş atrafta nima qilishi mumkin, lekin buning 2 tonna yuklasi shu, bu chaqda mashinaning egasi e'tiroz qilish haqqi bor. Odatda 100 kilo oshib ketsin, 150 kilo oshib ketsin mayli deydigan bo'lsa, shu doirada bo'ldi demoqchi. Qala va in istajarahu, ya'ni ash tugini ijaraga olsa dedi. Istajaral al-jamal li haml az-zat. Uzuq-tulik yuktaqni ko'tarishga, yutkashga ijaraga olgan bo'lsa, fa akala yo'lovchi ijaraga olgandan keyin safarga chiqdi. Yo'lda ketib o'tib, fa akala, ya'ni akala ar-rakibul mustajiru minha demakchi. Min az-zat. Falahu an yarudda ivadahu. Yo'lda ketib o'tib, yarim yo'lga borgan chaqda oziq-tulikini yana bozordan sotib olib, to'liqlab tugiga otish haqqi bor edi. Masalan, 50 kilo talqon, 50 kilo bug'doy, 50 kilo qo'noq, yani shuna 150 kilo bir narsa otgan bo'lsak, bu hozir 50 kilo talqonni yeb bo'ldik. 100 kilo qoldi. Ketib o'tib, yana bir bozordan 50 kiloni elib, 150 kilo qilib to'liqlab olsak bo'ldi. Li'annahu yastahiqqu alayhi hamlu qadrin ma'lumin to'lat tariq. Chunki u yo'l bo'yi manzilga borgan qadar ma'lum miqdorda yuk ortish haqqi bor. Fayaruddu ivada ma akal. Undan keyin iste'mol qilib kemaygan miqdor bo'lsa, uni kimini to'liqlab
yüklesi buldu. Ve huve mu'tadun inden nas. Kişilerin adetide ba iş bu. İza naqasa aleyhim. Yani yükte kemiyip gidip kalsa tuluklap meniş adette ba. Burunqi safarlarda shunday qildi. Hozir ham oshxonani tomoq yeydigan, bunda bo'lib qolsa, urf-odat o'zgargan bo'ldi. Endi bu qanday ahvolda esa to'liqlab atmaymiz. Davomli o'sha 200 kilodan to'lab ketmaydi. To'lab ketib qolsa yana bozordan ilib to'liqlab mama deb aniq shartlashmagan bo'lsa, shunda odat bo'yicha biz taraf qilamiz, ya'ni to'liqlab mangdi. To'liqlamaysa deb shart qilgan bo'lsa, shu bo'yicha bo'ldi. To'liqlaysiz degan bo'lsa, shu bo'yicha bo'ldi. Hech qanday shartlashmagan bo'lsa, ya'ni to'liqlab mangdi. Va hakada g'ayru zat. Oziq-tulikdan boshqa narsalarmi? Masalan, ba'zi sotilgan mol olib mangibdikan, yoki undan boshqa bir kitoblar bor ekan deylar masalan. Har turli ig'irlik o'lchami bor bir narsa bo'lib qolsa, idza akalahu yaruddu mislahu. Ya'ni iste'mol qilsin yoki uni ishlatib tashlasin, uning o'rniga to'liqlab yuklasi bo'ldi. Lima bayyanna. Biz yuqorida bayon qilgan asosga binoan. Yani لأنه يستحق عليه حمل قدر معلوم طول الطريق فيرد عوض ما أكل وهو المعتاد يعني. Şu tahlilga asosan. Agar iste'mol qilmaysa o'g'rab ketdi yoki yutib ketdi, bu chaqda yana uning o'rnini to'liqlab yuklasi bo'lardi. Ya'ni o'zi iste'mol qilish shart emas. ولو استأجر بعيرين ليحمل على أحدهما محملا فيه رجلان. Yani ikki tugini kiraladi deylar. Uning birisiga Kajvadan birini koydu, onda iki adam oturdu. Yani iki kişi ega deyli hamda. Birisi de iki kişi ottadı deyli. وَمَا لَهُمَا مِنَ الْوَطَاءِ وَالدِّثَارِ. O işkeylenninki salıdığan körpe, selinca, kiygiz ediyalları, yotkan köpeleri, yani yepindiğan, yepince deyli. Mangan çağda yepinip, şamal çıkıdığan bolsa bir narsini yepinip, ottamışı bulmaydıgan bolsa ediyaldan birini yepinip otturuşu mümkün. Aşı nesiller var. وَلَمْ يُعَيِّنِ الْمُكَارِي ذَلِكِ. Kirakeş, yani tügünün iyisi, bu neslini kömügen. وَعَلَى الْآخَرِ. Yani bir tügüde nimbası, zamilatun. Jüktakları zamil oldu. Ya ki şu jüktakını toşuyduğun tüge zamil oldu. Fihi kadrun minezzat. Bunda bir miktar ozuktülükleri buldu. وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهِمَا. Bunun bahsi ihtiyaclık sirke, açık su, yağ, tuz mesela. Aşında nasıl buldu? وَمَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَا. Yolda işletilen suları buldu. Su ele oldu. وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ. Bunun miktarını bayan kılmagan. وَمَا يَسْلُحُ مِنَ الْقِرْبَةِ وَخَيْتِهَا وَالْمِيضَاتِ وَالْمِطْهَرَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَزْنَهُ. Demek o ikinci tüyüge koyulgan atıdığan ozuqtuluk, su mesela, bu narsaning miqdorini bayon qilinmagan, safarga kerakli bo'lib, ama yasluhul safar desak bo'ldimcha. Safarga kerakli bo'lgan mesela tulum, uning ag'amchisi, bo'qquchi, val mida val mitara bo'la tartildigan cho'gun, chilapcha, abdu degandek narsalar. Walam yubayyin vaznahu, buning ig'irligi qanchalik bu aniq deyilmagan. أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما يحمله الناس. ياكي من مكة قيتقان وقتمدا مكة soğuk salam elip unumu yükleyme. Bağan çağda yok bu narsa. Qaytqan çağda soğuk salam elip kilimen cuma deb deyishgan bo'lsa, fahuva jaizun istihsana. Bu istihsan jihatdan jaiz. Biz istihsanni odatdagi qiyosning taqozosi bo'yicha ish qilmay boshqacharoq hukmni bekitish degandik. Tarkil qiyos li dalilin aqwa dedik. Urf odat bo'lishi mumkin, nas bo'lishi mumkin, ijmo bo'lishi mumkin, yoki texnik kuchli bir qiyos bo'lishi mumkin. Mishada mushunda noma'lumlik bo'lsa-mu, bu aslida qiyosiyatdan fasid bo'ldi. Nima uchun bu juqtaq noma'lum miqdori? Lekin istihsanan jaiz dedik. Lianna dalika ma'lumun urfan. Çünkü bu urf odatda aniq. Bunun cehali yok. Vel ma'rufu urfan kal mashruti. Yani urf odatda aniq bo'lgan narsa xuddi
aniq shart qilmasimi, shartning ichida bor, shart qilingan narsaga o'xshash. Al-ma'lum urfan kal mashrut sharta degan qoida bor. Wa yahmilu qirbatayn min ma. Yani bu urf odatda kishilar shunda safarga chiqsa, cho'l jazirada safarga chiqsa, qanchalik bir narsa olibdi desa, odatda bu kishi cho'ng ikki tulumda suv oldi. Ve idaveteyni min azim ma yakun. Çoğun kaçıdan, idave degan asli xurumda könde yasalgan çoğun ayak kaçıdak bir narsa. Kichikroq dastak mesela, çoğunroq oyoqdak bir narsa. Çoğun kaçılardan ikkini ile oldu. Şu normal hamda bizning safarlarimizda, yani şu çağdaki safarlarda muşunda bir narsaning ilirish odat. Ve kezalike izaktara uqabatan lit-ta'aruf. Uqaba degan növbet. Növbet kiralısa, yani növbetini kiralısa deyli. Mesela bir tügücü var. Bu tügücü seferde edemci qoğaçqa, ulaq az oğaçqa növbetini kiralaydı ekan. Mesela bir saat minip menölşen mançı oldu. Birisi mesela bir saat minip mağadı ekan, bir saat piyade mağadı ekan. Ya yerim gün piyade mağab, yerim gün bulanmay, yerim günlükini kiralaydı ekan. Abtuzulab qalsa, edemci qolab qalsa, urunduq az olsa, mesela bir saat urunduqda o'tirilishni kiralaganda. Muşunda növbetni kiralab qalsa, bunda hamda urf odatmi bunda bor bo'lgan ekan, joiz bo'ldi. Urf odatda bunda ishlar bor. Ve kezalike iza istajara dabbatan liyata'aqaba fi'r-rukubi yanzilu ahaduhuma ve yerkabul akharu. Shundaqla yani joiz bo'ldigan ahvollarning birisi, ikki kishi bir ulag'ni kiralabdi. Növbetlashib minimiz deb. Birisi tushgan chaqda, birisi minadi. Ve illa yubayyin miqdar ma yerkabu kullu wahidin minhuma li jaryan ta'arufi bizalik. Her birinin qanchalik muddat minadiganligi aniq bayon qilmagan bo'lsa-mu, lekin urf odat buni belgilaydigan bo'lg'achqa, bu aniq bo'lgandek bo'lib, to'g'ri bo'laverdi. Yani hozir her birininki qanchalik minishi aniq bayon qilmaganti desak, bu urf odat bo'yicha odat aniq. Ma bir saat minsa, ayan bir saat minadi. Ma kunduzi minsa, kechasi minadi. Ma yarim kun minsa, yarim kun minadi degandek. Qala ve yecuz istijari az-z'ri bi ujratin ma'lumatin. İnik anını aniq shaqi berib ijaraga asib bo'ldi. Yallısı buldu. Yani inek ana mesela boğuk bal var bizde. Anısı tükep ketken, tuğut ölüp ketti. Bu bala imişki muhtaç. Ya ki tukanlı killam iki taraf ayrılıp ketti. Ana balını yerige taşlap bırıplam. Ala balağını da tutkuzup koyup imetmeyi ketti. Bu ahvalda çıkıdığan bir ayalını imetip bir işke yallaş lazım buldu. Yani şunda yallasak, aniq bir shaqqi berib yallasak jaiz. Liqavlihi ta'ala fein arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Yani şu ayette bunda qarasanlar, fein arda'na lakum sizlarga ballaringlarni imitib bersa, ularga shaqqini beringlar dedi. Bu imitib bergan bu oyatga imitib berganlar kimlar? Aşı ballarının anası aslında nikah babulab bu ahvalda ana balını baş sebep olmasa imitmeyme deb turası bulmaydı. İmitip veriş mecburiyeti var. Ama talak olab ketib qalsa, mesela hamildar çağda talak kılındı. Talak kılıngandan keyin balını tug'ish bilan iddati to'shdi. Bayin olup gitti balın doğuşuyla. Bu çağda bu ayallık yok. Bu ayal ben balını imitip birey, özümün balı soğandı keyin dep imitip verse imitip birdi. Yak imitmeyme dep bilan düşmanlaşıp, adavatlaşıp, imitmeyme ala balanı deplam taşlap belge ahval bolsa,
tunji qitimliq o'g'iz sutini emitish majburiyati bor. Uni emitib o'tadi, undan keyin o 2 yil emitish masalasida emitmayman deb turib olsa, ketadi, boshqa ayolni ijaraga olamiz. Ammo ma'qul emitay deb qolsa, bekorlik emitib bersa, emitib turdi. Yo'q, pul bersa, shaq bersa, unda emitib berma deb qolsa, shu bolaning dadasi bilan, ya'ni ko'ni eri bilan to'xtamlashib, shaqqiga tutishadi. Mushunda tutishga ahvolda emitib bersa, sizlar uning shaqqini beringlar demoqchi. Bundan boshqa oyatlardami aniq bayon qilingan. Masalan, in aradtum an tastarji'u auladakum fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf. Suratul Baqara 233-oyat. Wa li anna at-ta'amula bidhalika jarin baynan nas. Mush xil shaklda muomala qilishmo kishilarning orasida bor. Bo'layotgan muomala. Ya'ni bu bir urf bor demoqchi. قال ويجوز بطعامها وكسوتها. Yani şu inikanını icariga algan çağda onun şakkiga, şu ayalga yemek içmeke, kiyim keçikini berişini deyişip, şunun mukabilinde emitip birisiz disimi buludu deydi. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin karşı. Ve kâle sahiben, ve İmam Şafii mu billah sahiben bilen, la yecuz. Caiz olmaydı. Demek şöyle, at-ta'am vel kisve miqdaruha mechul demek. Ve huvel kıyas lil cehala. Bu yada namalın boğazka asıl kaydı boyunca, kıyas boyunca muşunda buluttu. Akdı fasid oldu. Xuddi masalan bir neçe tenge ya biraz tenge birip işiltay emitip biran degandek. Bu qancha tengeliki aniq bo'lmasa aqdi fasid bo'lib ketibdi. Bu yerda o qancha tamoq, yemek-ichmak iste'mol qiladi, qancha kiyim kiydi, noma'lum. Yani bu yerda masala ujra aniq bo'lsa joiz bo'ldi. Ujra noma'lum bo'lsa joiz bo'lmaydi, fasid bo'ldi. Yani bu yerda yemek-ichmak va kiyim-kechak desa, bu yemek-ichmak, kiyim-kechak shaqqa bo'lgan taqdirda buning necha pullik narsa iste'mol qilishi aniq bo'lmay qoladi demoqchi. فإن طعامها وكسوتها مجهول حتى لو شرط قدرا من الطعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس والطول والعرض كل 6 أشهر جاز بالإجماع. مقدار nama'lum bo'lib qoldi deganlik uchun aqdi fasid bo'ldi dedi Sahiban va Imom Shafi'i. Lekin bular agar yemek-ichmak bo'lsa-mu, uning miqdorini aniq bayon qilib, masalan, har kuni 2 vaqt lag'man berma, atiganda bizga izdilanishni qilasiz. Her 6 ayda uzunluğu, kengligi, tağlığı manda süpatli bo'lgan, manda ko'nglak yoki shim yoki palto o'shani birini birima deb aniq bir narsaga deysa, buning qimmati miqdori aniq bo'lgan ekan, hammaylar bo'ladi deydi. Vali Abi Hanifata hamda yemek-ichmak va kiyim-kechikning qarshiligida inikanni yollasak bo'ldi deb qaragan İmam Ebu Hanife'nin delili enne hadil jahala la tuhdi ilal munaza. Bu yerda noma'lumlik bor, to'g'ri, lekin bu noma'lumlik talash tortishga jidal majraga ilib bormaydi. Aslida shariatda cheklangani fasid qiluvdigini jidal majra talash tortishga ilib boradigan noma'lumlik. Ya'ni ig'ir noma'lumlik bo'lsa, lekin yengil noma'lumlik aqdini fasid qilib o'tmaydi. لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظهار وعدم المماكسة معهن. Çünkü adette inik anılağa keng taşa pul xecdeymiz. Ularla soğudlaşkan çağda bahat alışıp yak manç pul yak unda kıl üstüde çang turduğun da iş yok. Ve i'taihinna şehvatihinna şefakaten alel evlad. Yani bu inik ana bizden balımızını imitidgan boğaçka yigisi va, ishkisi va bir narsani berib, yaxshi g'izolantirib, kang tasha baqimiz. Odat shu. Chunki ayolda jiq bo'lsa, bizning farzandimizni obda imitidi, sog'lom bo'ladi, foydasi yetadigan bo'lg'achqa, yemek-ichmak ma ishlarda unda qisib o'tmaymiz. Va yajib alayhi al-qiyamu bi amri as-sabi. Yani bu ayol odatda shu bolaga munosabatlik
parvish qilish, beqish, rioya qilish bu narsalarga ham ishlarni qildi. Mimma yuslihuhu onun foydali bo'lgan ham ishlarni qildi. Min radahi imitish va ghasl thiyabihi kiyim-kechaklarni yuvish, zakisini yuvish masalan va islohi taamihi bulmoq etib birishlaymiz, sutpashga tanishib birishlaymiz, qo'shimcha yemak-ichmaklarni tayyorlaydi. Va ma yudava bihi doğru ishkuzdigan, doğru surtilgan ishlar bo'lib qolsa, uni qiladi. Lianna hadhihi al-a'mala mashrutatun 'alayha 'urfan. Chunki bu ishlar urf qoidasi bo'yicha xuddi shart qilingandeklam o'xshash. Urfida shart qilingan bo'ldi. Ig'izda tilga ilinmasimi? Walau arda'athu jariyatuha aw istajarat man arda'athu falaha al-ajru. Agar u ayol o'zi emitmay, u ayolning dediki emitsa balini yoki u ayol o'zi emitmay boshqa bir ayolni yollab emitkizsa falaha al-ajru. O çağda o ayol iş hakkını ediyordu. Liannaha bi manzilatil ajiril müşterak. Yani falaha yani biz aç toxtamlaşqa ayol değil. O başka ayolni yollab o'zi emitmay başka ayolga emitkizgan bo'lsa-mu, aş ayolga iş hakkını beriyoruz. Liannaha bi manzilatil ajiril müşterak. Çünkü bu ayol ortak yollandigan iş xizmatchiga o'xshash. Mesela navay, mozdoz, mashinchi, quruq yuvish dükündeki kişiye o'xshash. Hamma odam o'rtaq ishlatadigan xizmatchiga o'xshaydi. Yani biz hozir bir ishni qildirishga to'xtamlashgan hunavan kasbga o'xshatdik buni. Biz o ayoldan faqatlam shu imitish ishini qilib bergan dedik. O'zi emisson, boshqa odam emisson, imitish ishi vujudchisi bo'ldi dedi. Liannal ma'qud alayhi al-amal. Çünkü bu yerda to'xtam imitish ustida bo'lgan va u vujudga chiqdi. Walau sharata an turdi'ahu bi nafsiha fa arda'athu jariyatuha. Biz yuqori degandek ma ishni sizlar o'zlari qilib birlar, ma kiyimni o'zlari tikib birlar, ma uyni o'zlari sap birlar, ya ma oyog'ini o'zlari yasab birlar deb shart qilgan ahvolda bu yerda masalan o'zingizni emitsiz deb shart qildi. Shart qilgan ahvolda fa arda'athu jariyatuha. O ayol emitmay, o ayolning dediki emitibdi. Fala ajra laha. O çağda şakkını eliş hakkı bulmaydı. Lil muhalefeti fima fihi tefavut. Çünkü bu yerde farklılık bulduğun nesilde şartga rioya qilmadi. Yani bu ayol o'zi emitadigan bo'lsa, bu ayolning teni sog'lom bo'lishi mumkin, tigi pokiz, isl kishilardan bo'lishi mumkin. Dada shuni ko'zlab turib, mush ayolni tanlagan bo'lishi mumkin. Şuna başqa bir axloqsiz, tigi basa, pokiz emas ayoldan birisi emitkizsa, o chaqda shartga rioya qilmagan bo'ldi. وقيل لها الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبي وهما سواء فيه. Yani bir aciz qarashda bir mazhabdiki. Emitishdan maqsad aşı bola hayotga olsin, o'lib qolmasin, sog'lom yetishsin degan bo'lg'achqa, u ayol emissin, dediki emissin, bolaning hayot qilishi masalasida u ikkalayla o'xshash bo'lg'achqa, shaqqini elaverishi lozim. Değildi. وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ يَسِيرٌ لَا يُعْتَبَرُ. Bu ikkilerinin o'ttirisdagi farq yo'qolan farq. Şuna e'tibor qilinmaydi, deyilibdi. وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ فَلَا أَجْرَ لَهَا. Endi u ayol emitish to'xtami qildi, lekin o'zi emitmay, qo'y o'chkilarning yoki kala sutini yoki parushka deyli hozir masalan. Ashuna narsani tanshaplam açırıp şunu soskada emitgan bo'lsa fala ajra laha. Oyal emitish to'xtam bo'yicha shaqilish haqqi bo'lmaydi. Li'annahu ijarun va laysa bi irda. Çünkü bu yerda hozir soskaga ustini quyib ya parushkani tanshab emitishga bir ishqa yallig'andek ahvol bo'ldi bu. Emitish emas. Emitish degan o'zining ash ko'ksidan emitishni ko'rsatadi. Soskadan emas. قال ولا يمنع زوجها من وطئها. Emitishga yollangan ayol, albatta er va ayol bo'lishi mumkin. Bu ayolga erining yaqin kelishi cheklanmaydi. Mesela kunduzi kechikilib, bolani emitib berib
ketadigan deyli. Eri o ayolga yaqin kelsa bo'ldi. Li'anna haqqahu sabitun bin nikah. Chunki o ayolga yaqin kelish, billa bo'lash haqqi nikah hukmi bilan o kishiga isbotlangan. Uning haqqi. Qabla al-ijara. Ijara to'xtam qilishdan burun u erning ayoli edi bu. Ijara to'xtamdan kimmi? Va huwa qoimun ba'daha. Bu haqqi iniqba. Wa lahum man'uhu min ghishyaniha fi manzilihim makhafata al-habal. Aş ayolni yolg'uvchilar, ya'ni aş balaning otasi va egalari iniqaninki erini bizning uyga kelib, bizning uyda billa bo'lmaysa, masalan bir hujur tutib bergan bo'lsa, qo'nadigan. Bu yerga kelib billa bo'lmaysizlar deb to'sash haqqi bor. Makhafatul habal dedi. Adamda billa bo'lsa, bu qo'saq ko'tarib qolsa bu ayol, qo'saq ko'targan ayol emissa ziyonliq bo'ladi bo'lmaydi degandek qarashlar bo'lg'achqa, yoki sut ozlab ketadi deydi, yoki har turli nima bo'lg'achqa, bu qo'saq ko'tar ziyonliqdi deb, bu bizning uyga kelib qo'nsanglar bo'lmaydi desa bo'ldi. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الدُّخُولِ إِلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ. Yani bir sebep, o inikanning eri başkalarının mülki bo'lgan, başkalarının uyiga ruxsatsiz kirsa bo'lmaydi. Şoň bunu ruxsat qilmasa, u yerga kirsa bo'lmaydi, u yerda ayol bilan birga bo'lolmaydi. Fa in habalat, agar bu ayol eri bilan o'zining uyida birga bo'ladigan bo'lg'achqa qo'saq ko'tarib qolsa, falahum fashul ijara. Buaqning egalari emitish ijarasini, to'xtamini buzasi bo'ldi, amaldan qoldirsa bo'ldi. Çünkü qo'saq ko'targan taqdirda sut azlab ketadi deydi yoki emgan buvoq biz yilliq deb qarashi mumkin, har xil qarashlar bo'lg'achqa ijara to'xtamini amaldan qoldirsa bo'ldi. Va kazalika in kana as-sabiyyu la yarda'u labanaha. Shundaqla qachon ijara biga qilib o'talaydi desa, buvoq u ayolning ustini emgil unumabdi. Emchakni salsa chiqarib o'tadi ekan, emmaydi ekan, sho'rmaydi ekan. Aw yaqdhifuhu, yoki imidi ekan, tukirib o'tadi ekan. Aw yataqayahu, yoki qusib o'tadi ekan, foydalanmaydi ekan. Aw takunu sariqatan aw fajira, yoki bu ayol o'g'ri chiqib qopti, yoki axloqsiz chiqib qopti, zina fahishidan o'zini qochirmaydi ekan. Endi uydimi shu boqning egalarining ichida yot erlar bor, bularning shunda qalaymiqa aralashirdi ayol bo'lib qolgan taqdirda, yoki sirtda boshqalarning shuna qalaymiqan nashan ishlarni qilib yurgan ayol bo'lib qolsa, to'xtamni buzvasi bo'ldi. Aw yuriduna safar, yoki bular to'xtam qilgan joydan hozir boshqa bir yurtga safar qilmoqchi bo'lib qolgan taqdirda to'xtamni buzib safar qilsa bo'ldi. Li'anna kulla zalika azar. Çünkü bularning hammasi to'xtamni buzishga uzr bo'la oladi. Li'anna sabiyya yastadru bilabaniha. Çünkü buvoq u ayolning sutini emish orqali ziyon uchraydi. Masalan, qo'saq ko'tarib qolsa ayol, bu bola ziyonga uchraydi deyilishi mumkin. Arablar al-g'ayla deb ataydi buni. Bak ziyonliq deb qaraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men mush g'aylarni to'say degandim, lekin ironliklar, furuslar bular qo'saq ko'targan chog'dimi emissa ziyonliq bo'lmaganligini ko'rib to'smadi degandek hadislar bor. Undan boshqa masalan sariqa fajira bo'lib qolsa-mu albatta bu bolaga tabiiyat singib qoldigan yoki axloqsiz ayolning, tigipas ayolning tabiiyat singib qoldigan ahvol bo'lishi mumkin deb qaraydigan har xil nazariyalar bo'lishi mumkin. Ve kezalike izâ maridat. Şundaqla o ayol ağrıp qalsa. Qattiq ağrıp qaldı, ağrıp qalganki bu balını joyida emitib, parvarish qilib qo'yolmaydi. Vazifasini o'rinlayolmaydigan bo'lg'achqa to'xtamni bekor qilasi bo'ldi. Ve kaza law mata as-sabiyyu. Shundaqla bala o'lib ketib qoldi. Aw az-zi'ru yoki inikani o'lib ketib qoldi. Intaqadat al-ijara. Bu ijara to'xtami, yollash to'xtami o'zligidan amaldan qoldi, bekor bo'lib ketdi. Va li zawjiha, ya'ni li zawjil murdi'a naqdul ijarati idza lam yarda
Sıyaneten li hakkihi. Mesela inek ana qo'shimcha kirim qilay, uyga pul akirib beray, uyning xarajini qilaman deb eriga uqtumay bir bovoqni emitib berish uchun birisi bilan deyishibdi. Eri buni uqqandan keyin bu to'xtamni amaldan qoldirib o'tish, to'xtamni buzib o'tish haqqi bo'ladi. Siyanatan li haqqihi. Chunki bu balni emitish degan vaqt oldigan, mashg'ul qildigan ish bo'lg'achqa bu uyda bu ayoldan qolgan vaqtda bahramand bo'lish imkoniyati bo'lmaydi. Uydagi tamoq etish, bu erning xizmatini qilish ba'zi ishlar oqsaydi. Şuna özünün hakkını qo'dash uchun amaldan qoldirsa bo'ldi. Yani bu yerda la darara va la dirar degan qoida bo'yicha hammalarninki huquqini qo'dash haqqi bo'lg'achqa ermi o'zining haqqini qo'dayoladi agar haqqi taqishilgan ahvol bo'lsa. Darsimiz shayj bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Allah selamet hatırcam kılsın. Allah'a emanet.